O'zbekistondagi eng bot akkauntlarni qo'yishda davom etamiz. Bu akkauntimizda nimaga eng bot akkaunt otgan bo'lsanglar, oxirigacha ko'ringlar. Akkauntlarning ichida baqlajonni deysizlar, bodrini deysizlar, pomidori deysizlar, nimasi desanglar, bu akkauntimizda lyuboyga javob. Qaranglar, akkauntimizda 8-sezondan 18-sezongacha full завоеватель. Mayli, bu ham sizlarni qiziqtirmagan bo'lsa, yoki oddiy buni hamma joyda bor degan bo'lsa, kolleksiyaga o'tamiz. Kolleksiyamiz 85-urumin. Mayli, hali okamiz shunchalik mensimaganlar, что даже men prizlarni ham olmaganlar. Oka, buni ham ko'rganmiz. Deydigan bo'lsanglar, mayli, gaz, bundoq X bosamizda, mana bu yerda Koenigsegg shedevr, Cybertruck, Bentley, и mana bu yerda также yana 45 ta full оружияsi kutib oladi. Nimaga 45 ta men bilmadim. Может быть 45 ta emasdir. Lekin akkauntimizning eng qiziq tomoni bitta daf o'tkazasizlar, imomida brigadkani qizil originali kutib oladi sizlarni. Okey, brigadkada ham O'zbekistonda bor deyotgan bo'lsanglar, bitta men bitta ahamiyat beringlar. 1, 2, 3 ta Godzilla va orqasidagi Batman popka nima deyapti sizlarga? Mayli, bu ham emas deydigan bo'lsanglar, garderobga bitta ochamiz, Lyuboye. Voy! Original oq brigadka. Original qizil brigadka, aristokrat и также mana bu yerda получается qizil kapitan. Nimaga? Akkaunt savdolar, allo. Prakachkalarga o'tadigan bo'lsa, akkauntimizda 114 ta prakachka va fullni o'zingizlar sanab ketinglar. To'g'ri, qancha full top borligini topib kommentariyada yozib olgan odamga, получается bizdan bitta hadyachamiz bor. Full поддержка, repost, kommentariy qilib tashlanglar. Agarda eng ko'p kommentariy bilan eng ko'p aktiv bo'lgan odamni topaman, mana shu akkauntni 24 soatga o'ynashga beraman. Nima dedingiz?